Balki O'zbekistondagi eng mashhur reper. Bizlar uyimizga mashhur odamlar kelar ekanda. Hay kelsa qancha ham ko'raylik qani. Mana dada, jo'ram keldi. Men keldim eshikdan, sichqon ketsin teshikdan. Yo! Nima ham sen faqat sizga shunday odamlar keladi. Qani, bulbul ovozini eshitaylik qani. Dada, bu kakraslar ismlaringizga rep yozib kelgan. Panjara bitta ayt. Xudsi kapak, mashina yo'q surati qaltak. Xotindan qo'rqadi yeydi kaltak. Siz aytib o'tdi. Tushman. Ismat Churri, Abdumurri. Nimaga kulasan? Oyog'i kirli. Round. Haqiqatan ham sen yuragiga yetib bor ekanda buni replar. Ko'raman, siz oyog'i kirildi dedi-ku, yuragimga ketdi. Yomon bo'ldimda men. Yana bormi buni? Bizlarga taalluqli bo'lmagan bironta repi. Boshqacha. Короче, hozir yana bitta repim bor. Yaqinda premyera sizlarga aytib beraman. Yo! Qani? Mani pulim ko'p, ikkalang achkimni o'p. Hammang kuchuk, manzur. Yo, round. Unangin guri yana yurayman tegdi-da bu. Yomon tegdi lekin ham sen. To'xtang. Men nima atam kiyindi? O'zim uraman.